O'g'lim, erta katta bo'lib uylansang, xotiningni qadriga yet. Chunki u ham ota-onasini tashab, sana xizmatingni qilish uchun ana shu uyga kelin bo'lib kelgan. Yesam befam xotin. Hali piching qilib gapirishmi? Endi mendan ko'rasan. Rayona qizim, otangni nasihatini eshit qizim. Ertaga erga tekkaningdan keyin ering ishdan charchab kelsa, ming'ir sing'iringni qilma qizim. O'zi eringni ishdagi, ko'chadagi muammolari yetadi. Saniki ortiqcha. O'g'lim, erta xotiningga ora-chorada kutilmagan sovg'alar ham qilib tur. Uni ham ko'ngli bor. Shart emas, 8-mart tug'ilgan kunni kutib o'tirish. Bitta dona gul ko'tarib kelsang ham qanchalar xursand bo'ladi. Qizim, ertaga erga tekkandan keyin uyingga qaynanang, qaynsingling kelishi bor. Shunaqa payti qovoq tumshuq qilma. Bittasi eringni onasi, bittasi eringni singlisi bo'ladi. Mana qara o'g'lim, xotiningni to'y marakalarga borish uchun 4-5 xil kiyim olib berib qo'y. Faqat bitta kiyimda bormasin. U ham qarindosh urug'larning oldida mag'rur yurgisi keladi. Tushundingmi? Oilada urush bo'ladi, kelishmovchiliklar bo'ladi. Shunaqa payti uydagi gapni ko'chaga tashima qizim. Aka, nima qilasan? O'zinglarni muammolarga bizani aralashtirib, o'zinglar hal qilinglar. Islom, yur, o'ynaylik. Ovqating bormi? Qornim ochqadi. Ovqat qilganim yo'q, biror narsa dastavka qilaylik. Qizim, ertaga erga tekkaningdan keyin uyda ovqat-povqat ham qilib tur, faqat dastavka qilib turavermasdan. Eringni pul zavodi yo'q.